Masalan, men deylik, sizdan 100 ming dollar investitsiya oldim. Qanchasini men oylikka sarflasam, ok. Bu hozir so'rayotgan savol asoschini founderni oyligi to'g'risida so'rayapsiz. Bu o'sha yashash uchun minimal bo'lishi kerak. Hozir O'zbekistonda masalan agar oylik to'lasangiz 1,5-2 ming dollar deb o'ylayman. Balki 1000 dollardan 2000 dollargacha. Qanchalik asoschi o'zini ham anaqasini qo'ysa, nima deydi? Masalan, startaplarda pulini qo'ymaydi, o'zini va mehnatini qo'yadi. Qanaqadir break even nuqtaga yoki bo'lmasam keyingi raundgacha kichkinaroq anaqada ishlasa, seed olgan pullaridan bu uni jiddiyligini ko'rsatadi. Ya'ni skin in the game deydi-yu, ya'ni o'zini terisini ham qo'shganligini ko'rsatadi. Masalan uchun Amerikada ham biza minimal anaqani olamiz-da, ya'ni o'zimizga. Masalan uchun olayotgan masalan oyligimiz, biz ham hozir kompaniyamiz venture investorlar pul tikkan, olayotgan oyligimiz masalan uchun 30 yashash yetmaydi. Shunaqangi anaqada past qo'yganmiz, чтобы skin in the game ni ko'rsatish uchun.